Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, UzAvtotrans avtobuslari yangi yilga chegirmalar e'lon qildi. Yangi yilga 15-yanvargacha bemalol Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Orenburgga, Toshkentga, Nijniga attiga 710 ming so'mga yetib olishinglar mumkin. Bunaqa hali bo'lmagan, hech qachon buni buyog'i bo'lmaydi ham. Ekrandagi shoshiling 51 nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, UzAvtotrans avtobuslari yangi yilga chegirmalar e'lon qildi. Yangi yilga 15-yanvargacha bemalol Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Orenburgga, Toshkentga, Nijniga attiga 710 ming so'mga yetib olishinglar mumkin. Bunaqa hali bo'lmagan, hech qachon buni buyog'i bo'lmaydi ham. Ekrandagi shoshiling 51 nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, UzAvtotrans avtobuslari yangi yilga chegirmalar e'lon qildi. Yangi yilga 15-yanvargacha bemalol Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Orenburgga, Toshkentga, Nijniga attiga 710 ming so'mga yetib olishinglar mumkin. Bunaqa hali bo'lmagan, hech qachon buni buyog'i bo'lmaydi ham. Ekrandagi shoshiling 51 nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.